5-6 yosh paytimda mashinani orqasiga o'tkazib olardilar-da adam. Har xil narsani o'rgatib ketardilar-da menga. Bir kuni shunaqa bir gap aytganlarki, doim esimda turadi. Hatto yoshligimda aytgan bo'lsalar ham, hozirgacha eslab yuraman shu narsani. Bir kuni aytdilarki, hali dunyo nima ekanligini tushunganingda, dunyo o'tkinchiligini tushunganingda, sen bu hayotdagi vazifalaringni to'g'ri tushunib olganingda, seni ichingga bitta narsa kirib oladi deganlar. Nima kirib oladi desam, seni ichingga bitta mazza kirib oladi. Sen hamma narsaga to'g'ri baho berishni o'rganadigan bo'lib qolasan. O'tib ketadigan, bir kun tashab ketadigan dunyoingga uncha siqilmaydigan bo'lib qolasan. Nimadan lazzat olishi va nimadan lazzat olmasligini ajratib olasan va shu eng katta mazzadirdilar. Hamma narsaga to'g'ri baho berishni o'rganasan degan gaplar hali ham esimda. Dunyo qarash degani dunyoga qarash degani ekan-da o'zi. Dunyoga to'g'ri qara olsa odam, undagi muammolarga ham to'g'ri qarashni boshlaydi. Undagi bo'layotgan har xil sinovlarga, har xil oldiga keladigan musibatlarga to'g'ri qarashni boshlaydi va asosiy narsa bir kun tashab ketadigan hayotiga siqilmaslikni boshlaydi. Bir kun tashab ketadi. Demak, tashab ketadigan, bir kun saniki bo'lmagan, boshqalar sandan keyin boshqalarga qolib ketadigan hayot uchun inson siqilib o'zini oldirib qo'yishi bu mantiqsizlik. Shu otamning gaplari doim esimda va doim shu gapga amal qilib yuraman. Haqiqatan ham dunyo nima ekanligini tushunganimdan keyin, dunyo qarashga ega bo'lganimdan keyin ichimga xotirjamlik kirib olgan. Dunyoda har xil insonlarni ko'rasiz va hokazo har xil holatlarni ko'rasiz. Bari ketaman bir kuni degan fikr keladigan bo'lib qolgan.